Matiz minadigan aka-ukalarimiz duch keladigan muammolardan biri radiator qaynashi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda Matizda ayrim sir asrorlarni shu videomizda ochib o'ramiz. Videomiz yoqsa bir dona like va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Ya'ni Matizda bilamiz, ko'pchilik minadiganlar bo'lsa, radiator juda ko'p qaynaydi. Buni asosiy sabablari nimada? Shuni bugun videoda sizlarga ko'rsataman. Hozir kapotni oladigan bo'lsak, mana kapotni ochdik. Xo'p, asosan o'zim foydalanadiganim bu yerga, bu Matizga, ya'ni avtomobilga GM'da nimasi antifrizdan foydalanaman. Ya'ni mana GM'da antifrizdan foydalanamiz va unga teng, ya'ni birga bir nisbatda suv qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni suv kamayadigan bo'lsa, suv qo'shiladi. Endi ko'pchilik qiladigan, yo'l qo'yadigan xatolik bu nima? Ko'pchilik yo'l qo'yadigan xatolik oddiy suvdan foydalanib turib, suv idishiga, ya'ni bachokga, mana suv idishga oddiy suvni qo'yishadi. Aslida u xato. Ya'ni oddiy suv Matizlarda radiatorni balchiqib qo'yadi, ya'ni ichini. Ya'ni radiatorda har yili yuvdiramiz bunda. O'sha ochganda ko'pchilik o'zi biladi, ichida zanglar to'lib ketgan bo'ladi. Radiator esa, mana radiator bor. O'sha to'lib ketishining asosiy sababi oddiy suvdan foydalanishi. Bunga qanday suv qo'yiladi desa, agar mana ko'rib turishingiz mumkin. Bunga foydalanadigan suvimiz disterlangan suv. Ya'ni magazinlarda sotiladigan Silver, Family, shunga o'xshagan disterlangan suvdan foydalanadigan bo'lsangiz, ichidagi suvni zanglashini oldini oladi. Ya'ni radiatorda zanglashini oldini oladi. Ya'ni shundan foydalanib tajriba qilib sinab ko'rishingiz mumkin. Shaxsan men o'z tajribamni sinab ko'rganman. Bu holat effekt bergan. Endi boshida aytib o'tdik, avtomobillarda radiatorning qaynashini sababi deb. Ya'ni qaynashining asosiy sababi shu. Agarda bo'larda ichida, ya'ni radiatorda ichida suvingiz zanglab ketib qoladigan bo'lsa, suvni yaxshi harakatlantirmaydi va u jarayon avtomobilni qiynaydi va qaynashiga sabab bo'ladi va toshiydi. Endi qaynagandan keyin ham qanday qilib buni sovutish mumkin? Endi ko'pchilik eski shopir akalarimiz bilishadi. Darrov mashina o'chirib qo'yadigan shopirlar ham kuzatiladi. Yo'q, uni umuman o'chirishingizni tavsiya qilmayman. Radiatorni mana ust tomonidan motor ishlagan holatda suv qo'yib turasiz. Sabab siz agar kalitni o'chiradigan bo'lsangiz, xo'p, suvning sirkulyatsiyasi to'xtaydi. Va bu suvning sirkulyatsiyasi to'xtagandan keyin suvni sovishi qiyinlashadi. Agar suv sirkulyatsiya bo'lib turgan jarayonda siz sovutadigan bo'lsangiz, suv bilan o'rin almashgan holda tezroq soviydi. Agarda siz o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, motoringizda ushab qolishiga sababchi bo'lib qolgan bo'lasiz. Endi Matizda yana bir jihatlardan biri, ya'ni mana ichkaridan salondan ko'rsatay. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu yerda mana ko'pchilik e'tibor bermaydi. O'g'ri cho'ntagi bor. Kenayimdan bemalol pulni yashirib chetga tiqib qo'yarasizlar. Ikkin bagaji yo'q, ya'ni eng haligi noqulayliklardan biri bo'ladigan mashina Spark bilan shu Matizda bilamiz. Endi buni bagaji yo'q bo'lsa ham, lekin bemalol orqa sidenadan foydalansak bo'ladi. Ya'ni qanday? Orqa sidenani mana shu oddiygina narsa, buni faqat Matiz minadiganlar bilishadi. Shuni ko'tarib turib qo'yadigan bo'lsak, mana orqasi keng holatda bo'ladi. Shuni ham ko'pchilik bilmaydi. Biladiganlar uchun yangi takror, bilmaydiganlar uchun oddiygina bir ma'lumot. Xo'p, sizlarga taqdim etadigan video roligimiz, ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.